Salom hammaga. Oson tayyorlanadigan kotlet и pyure qilamiz bugun sizlar bilan. Ishni piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Kartoshka qaynatamiz и piyozni qovurib olamiz. И qiymamizga havre gründe dimlantirib qo'shamiz. И keyin undan keyin piyozimizni qovurganimizni qo'shib olamiz. Pripravalarimizni qo'shib olamiz. Ustidan bitta tuxum chaqib yuboramiz. Va 1 desilitr qaymoq qo'shib yuboramiz. Albatta tabga ko'ra tuz va buni yaxshilab aralashtirib, shunaqa shaklda dumaloqcha qilib uni qovurib olamiz. Pyuremizga tuz va sut qo'shamiz. Kotletimizni pasolovga dimlab qo'yamiz. Va 20 minut ichida pashti bo'ladi va shuni padacha qilib bemalol yeyishinglar mumkin. Yoqimli ishtaha.